Oldida himoyachi Muhammad Hakimov ekan. Mana bu qiziq. Ikkita variantni ko'rdik, lekin uchinchisi va uchinchi raqam juda kerak bizga. Lekin hayajonlanma, Muhammad Hakimov. Sen uchun biz hayajonlanamiz, sen hayajonlanma. Zarba! Gol! Afsuslar! 1-0 O'zbekiston oldinda. Mana sizga do'stlar, birinchi taymdagi sinovlardan keyin qanaydir oxirgi daqiqalardagi qizillardan so'ng biz ikkinchi taymni gol bilan Likey. Oldida himoyachi Hakimov. Muhammad Hakimov ekan. Mana bu qiziq. Ikkita variantni ko'rdik, lekin uchinchisi va uchinchi raqam juda kerak bizga. Lekin hayajonlanma, Muhammad Hakimov. sen uchun biz hayajonlanamiz, sen hayajonlanma. Zarba! Gol! Gol! Afsuslar! 1-0 O'zbekiston oldinda. Mana sizga do'stlar, birinchi taymdagi sinovlardan keyin qanaydir oxirgi daqiqalardagi qizillardan so'ng biz ikkinchi taymni gol bilan Likey.